Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Shayba. Bugun sizlarga it nima uchun toshqanni ko'rgan hamon qo'g'laydi degan mazmunni o'qib beraman. It nima uchun toshqanni ko'rgan hamon qo'g'laydi? Burun it bilan toshqan yaqin do'stlardan ekan. Toshqan kichik bo'lgani bilan oyog'i nihoyatda eg'ir, yo'g'on ham qo'pol ekan. Buning aksicha itning oyog'i bo'lsa nihoyatda yenik ham chiroyli ekan. Toshqan doim itning oyog'i minum bo'lib qolgan bo'lsa to'g'ri ish bo'ladi deb haysatligandek va qandaq qilib do'sti itning oyog'ini o'zining qilib bilish qo'yida boshqa turib yuradigan. Oxiri bir kuni hech amal qilolmay do'sti itga: "It aka, mening mana oyog'im nihoyatda mazmut ham puxta, biroq putimga sal yo'g'on kelib qoldi. Sening oyog'ing mening putimga toza bo'p keladigandek turdi. Ikkimiz oyog'imizni tegishaylikmi, qandaq?" deb so'radi. It birdan arisaldan bo'lgandan keyin: "Bo'ludi, sening oyog'ingni men bir-ikki kun kiyib sinab boqay. Senmi mening oyog'imni kiyib ko'rib boqqin. Ondan tegishish yoki tegishmaslikni to'g'risida bir nima deyishaylik", debdi. "Shundoq bo'lsin", debdi toshqon xushal bo'lib. "Men hargiz bu oyog'imni senga tangmayman. Detingga yoqmasa qaytirib bersangmi bo'ladi." Shundoq qilib toshqon o'z oyog'ini itga berib, itning chiroyli yenik oyog'ini kiyibdi-da. "Qani, bir yugurib boqay", deb birla yugurib ko'zdan yo'qolibdi. It toshqonning oyog'ini kiyib tuzuk qamlashmabdi. Toshqondan oyog'imni qaytarib olaman deb toshqonni izlab yuribdi. Lekin uni uchratolmabdi. Ba'zida it ushtumtunla toshqonni ko'rib qolganda shu hamon uni qo'g'lab ketadigan. Bechora it to mushu kungacha toshqondan oyog'ini qaytarolmabdi. Shunga it toshqonni nada ko'rsa hech nimaga qaramay qo'g'laydigan.